Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari va universitetimizning ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari. Hozirda universitetimizda 3,5 mingga yaqin talabalar ta'lim olishmoqda va universitet tomonidan talabalarni ta'lim olishlari va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun universitetimizda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Agar bunga alohida to'xtaladigan bo'lsak, bu qanday amalga oshirilyapti? Birinchisi, universitetning kampusida bizani sport zalimiz, darsxonalarimiz, kutubxonamiz, oshxonamiz hamma vaqt talabalarni ixtiyorida kechki soat 17 ga qadar faoliyatini olib bormoqda. Va bu talabalarimizni o'sha kutubxonaga kirib bo'sh vaqtni maqsadli tashkil etish maqsadida darslarni qilishga, kitob o'qishga yoki sport zalga kirib o'zlarini qiziqtirgan o'sha sport turi bilan shug'ullanishga barcha imkoniyatlar yaratilgan. Hammaga ma'lumki, kuz-qish mavsumini boshlanish munosabati bilan universitetimizda issiqlik tizimi, xavfsizlik tizimi yo'lga qo'yilgan. Hamma auditoriyalarimiz issiq, hollarimiz issiq, talaba uchun kerakli barcha shart-sharoit yaratilgan. Bundan tashqari, universitet qoshidagi davlat xususiy sherikchilik asosida faoliyat olib borayotgan DXShimizda ham talabalar uchun kuz-qish mavsumiga o'tish munosabati bilan issiqlik tizimlari hammasi ishga tushirilgan va barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Talabalarimiz bundan tashqari bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida tutorlarimiz tomonidan turli to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Har kuni ular bilan mana shu to'garak doirasida har xil tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, profilaktik tadbirlar tashkil etib borilmoqda. Bundan tashqari ma'rifat darslari hafta davomida barcha kurslarda muntazam o'tib borilib, talabalarimizga o'sha kerakli bilim, o'sha siyosiy dunyoda O'zbekistonning o'rni, olib borilayotgan islohotlar haqida hamma vaqt muntazam bardavom ma'lumotlar berib borilmoqda. Men o'ylaymanki, bizning universitet talaba uchun barcha kerakli shart-sharoitlarni yaratib, biz faqat o'sha talaba yoshlarimizni kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib yetishlari uchun barcha ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Bundan tashqari, tutorlarimiz va rahbarlarimiz tomonidan ijarada yashaydigan talabalarni yashash holati manzilli o'rganilmoqda. O'sha kuz-qish mavsumiga o'sha xonadonlarni tayyor emasligi o'rganilib, sariq, qizil, yashil hududga bo'linib, qizil hududdagi talabalarni o'sha yashil hududga o'tkazish bo'yicha barcha ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Va universitetimizda tahsil olayotgan talabalarimiz ichida albatta ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar toifasi mavjud. 50 ga yaqin, mana shu hozirda 50 ga yaqin mana shu toifaga mansub bo'lgan talabalarni universitet ma'muriyati o'z vaqtida moddiy yordam va moddiy rag'batlar bilan rag'batlantirib kelib, barcha ularga ham ma'naviy, ham moddiy yordam berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Hammaga ma'lumki, universitetimizda 90 ga yaqin xalqaro talabalar ham bizni o'zimizning mahalliy talabalar bilan ta'lim olishmoqda. Biz ularni ham o'z e'tiborimizdan chetda qoldirmagan holda ko'pgina tadbirlarni o'sha xorijiy talabalar bilan birga hamkorlikda tashkil qilinmoqda. Har xil O'zbekiston umumiy o'yimiz mavzusidagi ko'pgina milliy bag'rikenglikka bag'ishlangan, milliy totuvlikka bag'ishlangan va har xil festivallarni ham hamkorlikda o'tkazib bormoqdamiz. Chunki universitet ham xorijiy, ham mahalliy talabalar uchun umumiy o'yimiz hisoblanadi. Universitetimizda talabalarni anonim tarzda universitet bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, o'zlarining shikoyatlarini aytish uchun Feedback Pro tizimi ishga tushirilgan. Bu Feedback Pro tizimi orqali talaba anonim tarzda
uni qiynayotgan muammolar yoki universitet bilan bog'liq muammolar yoki o'qituvchi tutorlar bilan bog'liq va hokazo bo'lgan muammolarni o'sha Feedback Pro tizimida murojaat qilishi tashkil etilgan. Universitet ma'muriyati tomonidan ushbu murojaatlar o'rganilmoqda va o'z vaqtida bartaraf etilyapti. Va bu orqali biz talabaga kerak bo'lgan barcha shart-sharoitni yaratib, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf qilib bormoqdamiz. O'ylaymanki, bu Feedback Pro tizimi orqali biz talaba va universitet o'rtasidagi shaffof hamkorlikni yo'lga qo'ygan. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i Nargiza Abduvahidova.